Ustalarimizdan yana bir zo'r yangilik. Qaranglar, bu xonadonimizga 9 metr balandligiga shunaqa uyda salqin qilish uchun zo'r yechim topishdi. Xo'p, usta aka, hormay, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, tuzimsiz, sog'lig'ingiz. Mana kunduz issig'iga qaramasdan akalarimiz 50 gradus bo'ladigan bo'lsa ham chiroyli holatda xonadon egalariga chiroyli ishlarni topshirib berishyapti. Shuning uchun bittadan like bosib, obuna bo'lib qo'llab-quvvatlanglar. Ravshanbekda obunachilari eng asosiysi mana akamizdan YouTubedan ko'rib zakaz qildilar. Xo'p, endi aka bu xonadonimizga shunchali holatda qilib berildi. Xo'p, nechta etap bo'ladi endi aka salqin qilish uchun? 3 qavatli bo'ladi. Nima solamiz? Birinchi qavati oq panel bo'ladi. Bir tomoni mana zavodskiy oq bo'ladi. Zavodskiy. Undan keyin 5lik folgamizdan foydalanganmiz aka. 5lik qalinligi. Ha, qalinligi mana 5lik o'zi aytib turibdi. 5lik. Ancha-munchaga issiqda o'tkazib yubormaydi. O'tkazmaydi. Issiqda ham o'tkazdirmaydi, yomg'irda tovushini ham o'tkazdirmaydi. Ha, sho'qindi. Yomg'irda tovush kimgadir yoqmay qoladi. Shumkali va undan keyin folgadan keyin mana 0.4 qalinlikda tunikamiz qo'yiladi. Zo'r bu. Xolasa rangsizdan qo'yib beraveradi. Ha, demak, shuga qarab ketaveradi. Ketaveradi. Aha. Mana panelimiz ham qalindan qo'yilgan ekan aka. Ha, panelimiz ham zo'r. Bu xonadonimiz hozir necha bo'ldi endi aka? Bu xonadonimiz 10 metrga 10 metr bo'ldi, kvadrat bo'ldi, 100 kvadrat bo'ldi joyi. 100 kvadrat bo'ldi. Juda chiroyli chiqdi. Mana pastdan ko'rsalardan bo'ladi. Quyosh tushmayapti, salqin holatda turibdi. Xo'p, endi aka bu xonadonimizga qanaqa materiallardan foydalandik? Bu polni full variantda bo'lgan, bu profildan bo'lgan. Stoykalari 100 ga 100 profildan bo'lgan. Xorilarimiz 6 ga 4 2likdan bo'lgan. To'sinlarimiz ham 4 ga 4 profildan foydalanganmiz aka. Qalinligi yaxshi. Qalinligi necha bo'ldi aka? Qalinligi 201 stenkada bo'lgan. Qalindan bo'libdi. 100 ga 100. Hozir bu xonadonimizni yerdan tepaga balandligi 9 metr dedingiz. 9 metr. Yerdan shu sentrigacha 9 metr olindi. Ekitajgalidan uyi o'shani hisobiga baland bo'ldi. Hisobiga shu holatda qilib berilgan. Ishlarimiz o'ta chiroyli, suvarkalari, kraskalar hamma tomonlama. Ertaga yomg'ir yog'adimi, qor yog'adimi, zaylab ketmaydi va undan tashqari uklonni ham chiroyli holatda olib berilgan. Ha, uklon ham 50 sm bo'lgan. Uklon ham bo'lgan. Zo'r bukilgan. Yomg'ir yog'sa boshqa bo'lsa, tanlovlarimizdan chiqib ketaveradi aka. Chiqib ketaveradi, xudo xolasa. Bu xonadonimizga aka tanlovlar qanaqa holatda kelishildi? Tarnovlari aka uydagilari silipini olib berishadi. Xo'p. Biz metrini 30 ming so'mdan qo'yib beramiz. 30 ming so'mdan qo'yib beriladi. Uydagasi olib bersa, agar yo'q usta shart emas, silip qo'ymay qo'yavering desa, qo'ymay qo'yaveramiz. Kelishgan holda bo'laveradi. Kelishgan holda bo'laveradi. Xo'p, endi bu xonadon egalariga nech puldan dogovor qildilar kvadrati? Bu 1 kvadrat metrini 350 ming so'mdan qilib berdik. Hamma yo'q ichidami? Hamma dostavka ustanovkasi hamma yo'q ichida 35 millionga ustanovka qilib beryapti. Общий 35 million so'mga tayyor bo'lyapti. Eng yaxshi tomoni do'stlar, qaranglar, bir oylab ustda ishlashga hojat yo'q. Bozorga borib material olib kel, suvarshi olib kel, elektrot olib kel, palonchi narsa kraska olib kel deyish yo'q. Ustalarimiz aytganimizdek eng arzoni 270 ming so'mdan boshlanib, yuqoriga qarab ketaveradi. 450 ming so'mga ham lazerli variantda chiqarib beradi. Ha, 430 ming chiqadi. 430 ming. 430 ming. Polni to'sinlari ham full varianti. Atroflar lazerdan bo'ladi. Lazerdan bo'ladi. Stoykalari ham lazer bo'ladi, xorilari ham lazer, to'sinli ichi ham lazer bo'ladi. 430 ming chiqadi kvadrati. 430 ming so'm chiqaveradi. 500 ming so'mligi ham bor. Tepasi 3 qavatli shumkali bo'lmaydi, Lexan bo'ladi. Lexan bo'ladi. Lexan o'sha hisobiga ozgina qimmatroq chiqadi. Endi asosiy aka telefon qilsa, yo body bo'ylabmi, yo qolgan joylardan 12 ta viloyatga ham aloqaga chiqsa, birinchi o'rinda uylarni ko'rib, o'lchab turib, kelishgan holda tomni ustiga deganlarga tomni ustiga, ustunlik deganlarga ustunlik ham qilib berilaveradi. Hali burchakli joylari bo'ladi, yo bo'lmasam joyda o'rganib turib, o'shanga yarasha ish qilib berilaveradi. O'shanga holatiga qarab chiqarilaveradi. Bundan tashqari aka Lexandan ham qilib beraveramizmi? Ha, Lexandan ham qilib berilaveradi. Lexan nech puldan boshlanadi eng arzoni? Eng arzoni Lexanimizda 400 ming so'mdan boshlanadi. 400 ming so'mdan kvadrati boshlanadi. Kvadrati boshlanadi. Xuddi shu holatda ezguldan foydalanadigan bo'lsak, tepasini Lexan deydigan bo'lsa 400 mingdan qilib beraveramiz. Sababi ortiqchalik lazerdan foydalanmaymiz-da. Bizga to'g'ri kelaveradi. Zo'r. Undan tashqari aka gibrid deganlargachi qilib berilaveradi. Gibrid holat. Ha, u hali tepasini 2 metr joyini ochiq qilib bering deydiganlarga ham gibrid holat aylanib turadi. O'rtasini shuna Lexandan chekkalar shumkali degan. Ikkala yon shumkalar. Ularda kvadrati 380 ming so'm chiqadi. 380 ming so'm. Hozir aka bu zakaz olinganiga qancha bo'ldi va necha kunda kelib o'rnatib beryapsiz? Hozir 35 kun deganda keldik. Keldilar. O'lchab ketib
sexda tayyor qilib olib keldilar. Sexda tayyor qilib, mana xudo xolasa bugun ikkinchi kunimiz. Ikkinchi kun. Ishimizni tugatamiz. Demak, xudo xolasa 2-3 kun atrofida katta kichiligiga Sredni qarab shuncha ketaveradi. yig'ib chiqartilaveradi. Zo'r. Garantiyalar beriladimi aka? Garantiyalar xudo xolasa Ertaga beriladi. qo'qon shamolida uch ketmasligiga, Yo'q, aka. ertaga yomg'ir, shamolga va qor bosib olmasligiga ham garantiya beramiz. Beramiz. Atdan batdan suv oqib ketmasligiga, xudo xolasa sifatlariga garantiya beraveramiz aka. Necha yildan beri shu temir sohasidasiz? 11-yil xudo xolasa. 11-yil. 2015-yil yozda boshlaganmiz. Yozda boshlangan. Xo'p, endi Telegram, WhatsAppdan yozilsa, tepada bo'lasa, mana ustalarimiz chiroyli holatda tepada ishlaysizlar. Orada javob berishalmay qolsa, noto'g'ri tushunmaysiz, chunki ishlashayotgan bo'lar. SMS yo Telegramdan yozib bersalar, bo'shab sizlarga rasmlari, fasonlarni tashab beradilar. O'lchash, dizaynlik xizmati bepul. Tekin, bepul. Tekin holatda bo'ladi. Tekin holatda Zo'r. bo'ladi. Endi aka temir sohasi bo'yicha yana qanaqa xizmatlar qilib beraveramiz? Kimdir aytishi mumkin, aka menga naves qilib bering, perela qilib bering, rishotka qilib bering, kaziro va darvoza ham qilib bering desachi. Qilib berilaveradi, hammasi qo'ldan keladi aka. Demak, temir sohasi bo'yicha Temir sohasi bo'lsa noldan hammasi uyda bitkizib chiqartilaveradi. qilinaveradi. Ko'p bo'lgani hisobiga Ravshanbekda obunachilarga katta chegirma bo'ladi. Albatta, albatta. Endi hamma joyda ham bilsangiz, optimiga arzon ishlanadi. Hamma joyda ham, mahsulotda ham, bunaqa narsalarda ham aka. Shu akamiz ham shu sizni kanalingizdan olishib, zakaz qilishdi. YouTube'da video chiqaruvdik. Eslasangiz, bir oy oldin. To'g'ri. Talay to'yxona mahallani joyini masjidda Guzardikini chiqarganimizda o'sha akamiz ko'rib zakaz qilishdi. Ro'shanbekdan oldim deydi. 370 ming. Degalari ham xursand, ko'ngilda narsa bo'lyapti dedilar. Xudo xolasa. Suvarkalariga, zazorlariga, lislari qalinligi, hech qanaqa uloq narsalar ishlatilmagan, baquvvat chiroyli qilib ishlatib berilgan. Aytilgan materiallar uyda egasi bilmaydi-ku degan narsa yo'q aka. O'sha aytilgan qalinlik, o'sha sifatda qilib berilaveradi. Bo'lmasa aka, pastda nomerlar qoldiramiz. Aloqaga chiqsa, shunaqa chiroyli ishlarni, xolasalang Lexandan, xolasalang shunaqa shumkali holatda qilib beriladi. Men sizlarga afzalligini aytib o'taman. Men o'zim qiziqdim. O'zimni ham qurilishim bitgandan keyin albatta shu narsadan foydalanaman. Menga shumkali yoqdi, to'g'risi. Chiroy tomonlama o'rta me'yor bo'lsa ham, lekin xizmati zo'r bo'lar ekan. Lexan chiroyli ko'rsatar ekan, lekin shumkalikda afzallik tomoni uyingizga anchagina salqin va muzdek qilib berar ekan. Yomg'ir yog'sa ham har xil tovushlar chiqmaydi, ovozlar g'ashingizga tegadigan. Bundan tashqari ichki qo'lingizni remonti ham ancha saqlaydi. Yomg'irdan, qordan, burchak keladi. Opa-singillarimiz ham har yomg'ir yoqqandan keyin, qor yoqqandan keyin, shamol bo'lgandan keyin shupur o'tirishmaydi. Bir haftada bir oyda bir shupursa ham top-toza turaveradi. Burchakingiz rangi o'zgarmaydi optoda va remontlaringiz ham aytganimizdek shikast yetmaydigandan bo'ladi. Pastda nomerlar qoldiramiz. Usta sizlar qatliysizlar deganlargacha. Bizniki Farg'ona viloyati Bog'dod tumanidan. Bog'dodlik ustalar aka O'rta Osiyoda egallayapti. Ustachilik, hunarmandchilik bo'yicha nomer 1 ketishyapti. Qirg'izistonga borsangiz ham Bog'dodliklar, nima deydi, Toshkentga ham, Voha tomonda ham eng chiroyli sifatli ishlarni halol pok ishlab chiqayotganlar Bog'dodlik ustalar bo'lyapti. Pastda nomerlar qoldirdik. Agar siz musofirdan ko'rayotgan bo'lsangiz, xudo xolasa sizni ham xonadoningizga chiroyli holatda qilib beriladi. Kartadan ozmoz zakolat berasiz. Qolganini uyingizga borib o'rnagandan keyin tekshirib olib, bemalol pullar sanasalang bo'ladi. Shunaqa shumkali va Lexandan navis qildirmoqchi bo'lgan do'stlaringga videolarimizni jo'natib qo'yasizlar.